Brat, rahmat lekin addoshi. Mayli, kelib tur, senga ham rahmat. Arzimaydi. Tak. O brat, menga qarang, kirkezni berish esimdan chiqibdi. Ishlatib tursam bo'ladimi? Mayli, ishlataver, baribir kerak emas menga. Mayli, u yoqda lekin rasvos chiqibdi bor. Brat, siz bo'zdingizmi mana bu uyda? Menga kerak emas-da bu uy. O'zingizniki bo'lmagandan keyin kerak bo'lmaydi. Birovni uyini nimaga buzasiz? To'g'ri narsam bilmadim, qarochi kerak emas. Mayli, o'z bilasiz. Qarochi qarang, mana buni qarang. O yorvarishni ittarib ko'ryapsizmi? Menga ham salqini kelyapti. Dahshat narsa ekan rostdan ham. Ko'rdingizmi, qarochi sizda bunaqa narsa yo'q. Bo'ldi, issiqda o'tiraverasizmi siz ham? Siz ham bir salqinlaning. To'xtang, mana sizga takoy mazza qildingizmi lekin bor-u. Vobshe yorvarishni berib tur 1-2 kun. O'zi yangi sotib oldim, o'zim 1-2 kun foydalanay, keyin sizga beraman. Qarang, yana bitta zo'r fishkasi bor buni. Osmonga qaratib qo'yasiz-ku, yana yerga qaratib o'ribman. Mana bunaqa qilib qo'ysam sizga bor ekan, ko'ryapsizmi? Takoy narsa ekanmi? Vobshe o'ta takoy narsa ekan rostdan ham. Kayf tiqib yotasan-da endi. Yo'q, javnaqangi emas, bo'pti, qarochi, ana endi buni uyga o'rnatish kerak. Uyda qayerga o'rnatsam ekan, bittasi tashqarida, bittasi ichkarida bo'ladi. Xotin qarochi konditsioner olib keldim. Qara qanday ekan? Dahshat-ku, endi mazza qilib salqinda mazza qilib o'tiramizmi, yotamizmi, yo bilmayman. Bo'pti, mayli, hozir ko'ramiz, yotishmi, o'tirishmi o'zimiz o'ylab ko'ramiz. Qarochi, men uni o'rnatish kerak birinchi o'rinda. O'zim bilasan-ku, hamma narsani takoy qilib o'rnatib tashlayman. Shu paytgacha senga o'rnatib ko'rsatmaganman. Prosta endi aytayapman-da, doim o'rnatganman, bilasan o'zing. Hozir mana ustiga qanday chiqib bo'lmaydimi ekan, Vobshe chiqib bo'lmayapti. Hozir qanday o'rnatsam? Va ana ko'rdingmi? Vobshe takoy qo'rmoq. Tashqi tomonni o'rnatib kelaydi. Tashqaridan qarochi toza havoni ichkari haydaydi-da bu. O'shan tashqari tomondagi qismini ham o'rnatib qo'yish kerak. Agar buni o'rnatmasam, issiq havo haydaydi. Sovuq havoni tashqaridan olish kerak-da bu. Xo'p, qanday davom? Mana u menga qandaydir g'alati turibdi akala qo'limda. Endi ko'tarib turibman-da, o'shaning uchun g'alati turibdi. Tak, mana vobshe akala bor-u. Bunaqangi go'zallikni hech qayerda ko'rmaganman, lekin sizlar ko'rganmisizlar yo'qmi bilmayman. Может, uyingizda bo'lishi mumkin bunaqa konditsioner. Bizning uyimizda yo'q-da, o'shaning uchun ham birinchi marta ko'ryapman akalar. Tak, endi amallab yopamiz buni. Tak, buni yopishtirma kerak bor, mayli yopib qo'yaman. Xotin, nima qilib o'tiribsan? Endi qara mana, cho'tki bo'ldi. Shuni qo'shib ko'rsataman senga. Tak, mana. Dahshatmi? Vobshemi? Ko'ryapsanmi, cho'tkimi? Vobshe zo'r ekan, cho'tki ekan, mazza qilib dam olamizmi endi? Ke dam olamiz. Ontdek Nutella ijs. De unieke smaak van Nutella. Olamiz. Hoy, Johaka, turing, mana bu konditsioner ishlamayapti, sovutmayapti. Rostdan ham ismayapti. Qanaqa ismayapti? Sovutmayapti. Bo'pti, hozir to'xtab tur, men egasini yoniga borib kelayin, egasiga aytaman, bunaqa muammo bo'layotgan. Nima bo'lyapti ekan? Ichiga qanaqadir narsa kirib qolganmi yoki nimadir bo'lgan, xullas. Tak, egasi qayoqda edi? Shu mazza qilib dam olayotgan joyda ham beliga tepadimi? Mayli, nima ham derdim, endi boshqa payt dam olamiz. Voy, menga qarang, janob, ana konditsioneringiz ishlamayapti. Men senga garantiya beruvdimmi? Garantiya berishingiz kerakmidi? Garantiya bermasa men buzilsa javob bermayman, tentak. To'g'ri, lekin bir tomondan men sizga janob aytib beraman. Nimaga aytasan? Men senga garantiya bermaganim axir. Baribir ishlashi kerak, axir yangi narsa bo'lsa. Kim aytdi senga yangi narsa deb? Siz yangi narsa demaganmidingiz? Yo'q, deganim yo'q. Mayli, hali shunaqami? Mendan ko'rasiz, janob merga borib aytib beraman. Brat, haligi sizda mana bu kirkezni berish esimdan chiqqan ekan, o'shani olib qo'ying, maylimi? Ishlataver edi. Kerak emas, bratam. Mayli, o'zing bilasan. Mayli, xo'p, janob merga aytib kelaman sizni. Qilmishlaringizni sizni rasmga oldim, qarochi ustingizga yozib yuboraman. Tak, hozir janob mer, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kecha Johar, nima deysan? Ana yoqda bitta odam konditsioner sotib o'tirgan ekan. Shunda siz agar keyin konditsioner olganim ishlamay qoldi. Nima qilay ishlamay qolgan bo'lsa? O'shanga biror chora ko'ring. Garantiya berganmi? Yo'q, garantiya bermaganda qizig'i. Garantiya bermagan bo'lsa, men senga qanday unga chora ko'rishim mumkin? Endi baribir chora ko'rishingiz kerak, garantiya berish kerak edi menga. Bilmadim, xullas, uni o'zi biladi. To'xtang, tagingizga qolib ketdi hujjatlar. Mayli, bo'yim balandroq bo'ladi, tegma. Mayli, o'zi bilasiz. Qarochi janob mer, o'shani nimadir qilaylik, iltimos yordam berib yuboring. Garantiya bermagan bo'lsa, men hech narsa qila olmayman. U nimadir qilmasak bo'lmaydi, qizib ketaman. Men undan 32 ta dollar berib turib, ya'ni yarim stek dollarga sotib olgandim. Bilmayman, meni aralashtirma. Mayli, bu nima qilsam ekan endi? Qizib ketar ekanman-da, brat, pulni qaytarib yuboring hech bo'lmasa. Yo'q, unaqa degan joyi yo'q. Biz sen bilan unaqa kelishmaganmiz.
Ha, mayli, unda politsiyaga xabar berar ekanman-da, yo'q xabar bermayman. Brat, menga qarang, boya kirkaz berib turing yana bir marta. Obbo, ezvordingda olib ket shuni birdaniga. Mana bu narsalaringizni ham olyapman, maylimi? Mayli, hammasi senga. Rahmat, brat, bu yoqda ikkita kirka, boya ikkita bergan kirkangizni olib qo'ygan ekanman. Mayli, brat, mana bittasi kerak emas menga. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Mayli. Ezvording, lekin bora jo'xa sen ham. Rahmat, kartadan pulni o'tkazib qo'ydim. Mayli, xayriyat pul berar ekansan-ku. Beraman-da, tekinga olmasam kerak. Mayli, nima ham derdim, endi borib uyda tinchgina o'tira qolay, issiqda bo'lsa ham. Ha, nima bo'ldi Jo'xa aka, gaplashib keldingizmi? Ha, gaplashdim, garantiya bermaganman dedi, javob bermayman dedi. Bo'ldi, issiqda o'tiramiz, qarorchi endi. Jo'xa, uydamisan? Ha, uydaman, kim u? Hozir uyingga kiryapman. Ha, mayli, kiravering bemalol. Kim bo'ldi ekan shu payt? O'zi ovqatni kam qilgandim. Jo'xa, uydamisan? Ha, uydaman, kim u? Hozir uyingga kiryapman. Ha, mayli, kiravering bemalol. Kim bo'ldi ekan shu payt? O'zi ovqatni kam qilgandim. Ha, ovqat yemasa kerak endi, kim bo'lsa ham, hozir kutib turaylik, qani kelsinchi. Hoynahoy birorta jo'rangiz bo'lsa kerak, o'rtog'ingiz. Yo'q, jinnimizdan meni o'rtoqlarim nima qiladi? Qo'rqib etdi. Sen tezroq ovqatingni ko'rgin, ishing bo'lmasin. O'rtoqim kelmaydi. Men ularni chaqirmaganman. Mana ovqat tayyor. Faqat maqtad yemasangiz yomon bo'ladi lek. Jo'xa, qalaysan, yaxshimisan, jigar? Yaxshi, rahmat. Sizni tanimadim. Kimsiz? Xullas, men qishloqqa yangi keldim, oshpazman. Janob merdi bosh oshpazi. Menga xullas baliq kerak bo'lyapti. Qayerdan topsam bo'ladi? Ko'ldan topasiz. Qayerdan topardingiz? Iloji bo'lsa menga tutib kelib bersang, pulingni berardim. Qancha pul berasiz? Hozir. Xotinimga qaramay, nima qilyapsiz? Yuring, ko'chada gaplashamiz. Bo'pti, kechirasan, bilmasdan qarab yoribman. Bo'pti. Xullas, qancha pul berishingizni aytsangiz, o'shanga qarab aytaman, borib olib kelish, olib kelmasligimni. Mana qanday tutishimni ko'ryapsizmi? Yorib tutib qo'yaman lekin, bor-ku. Bo'pti. 2 stak pul bo'ladimi? 2 stak pul bizda, lekin izmurod bilan savdo bo'lardi. Endi izmurodni qayerdan topaman? Mayli, beravering, o'zim almashtirib olaman bankka borib. Hozir mana cho'ntagimga solib qo'ygandim, cho'ntagimdan tushib qolmagan bo'lsa bo'ldi. Bo'pti, toping chiqani. Mana 1 stak va mana yana 1 stak olib qo'y. Bering, olib qo'yaman. Hozir men tushmayapti. Bu qo'limga kilaylab qo'yganman. Bo'pti. Qayerda bo'lasiz? Men tutib kelaman. Men qayerda ham bo'lardim? O'sha nimada bo'laman, nima edi? Kofexonada. Siz ana oshpazni otasi emasmisiz? Xuddi o'zi. Bo'pti, brat, hozir tutib kelib olib kelib beraman. Mayli, omad, ko'proq baliq tutib kel. Qo'shnimni porzini buzib qo'ydingiz-ku. Uzr so'rab qo'y men joyimdan. Sizni joyingizdan qanday so'rayman? Ha, mayli. Karoshda obunachilar bor, va endi baliq tutib kelish kerak. Yaxshida soqqali ish, biznes deganda shu yerda yo'qmikan baliq? Bu yerda qayerdan bo'lib, bu yerda chuvalchang ham yo'q, baliq tugul. Baliqdan endi bor ko'ldan tutish kerak-da, akalar, ko'lda bo'ladi baliq. Mana yerda bitta daraxt havodan muallaq turibdi, fizika qonunlariga tupurish ham gap qisib o'rgan. Asta tushamiz, daraxt ustidan ham tushib kelamanmi? Mayli, bu yerda ostaroq tushsa bo'ladi degan joy bor ekan, baribir oyog'imni urib oldim. Mana shu yerda turib, akalar, sokingina tutishni boshlaymiz. Qani, yo, bismillah deb boshlasak, hamma ishimiz chotki bo'ladi. Qani, baliqlar kelib qo'linglar, mana baliq. Nima edi? Chuvalchanglar bor, iloji bo'lsa gapirmas kerak. Baliq kim? Keldi, ana keldi. Davay, yaqinlash. Nima uzoqlashyapsanlar? Yaqinlash. Ke, davay. Keldi shekilli. Aha. Va qochib ketdi. Yaramas baliq. Yaramas baliq. Tushunman, buni ko'rmayapti. Ko'zlaring ko'rmsanlar-da. Mana yerda men narsa tashib qo'yibman. Mana bu narsa 8 yo'q. Keldi ana. Davay. Ana bo'ldi. Всё, bitta tutdim. Bilmayman nechta tutaman. Endi omad qancha kelsa shunchada. Akalar tutaverish kerak. Muhimizda 2 ta pul bor, ya'ni menda bor, sizlarda yo'q, bizda deb gapiraveraman. Endi men bilan sizlar doim. Olib qo'yaverayim bu yoqqa. Davay, baliq jonlar, kelib qolinglar, mana qarmoq tushdi, lekin hech narsa yo'q, to'g'risini aytsam. Ana keldi. Davay. Ana bo'ldi. Kutib turaveraylik, qani 1 stakda nima edi, baliq olib borsam, tasavvur qilinglar. Bu oldindan qolib ketgan bunker. Olaman. Ona yerda 8 oyoqlar suzib yuribdi. Obunachilar, xullas tutib bo'ldim. 19 ta, 17 ta, menimcha anchagina bo'lib qolsa kerak. 36 ta.
O bu yerda bug bo'lyapti shekilli akalar. Minecraftdan вообще kundan kunga aynib boryapti, buglashib. Mayli e'tibor bermayman akalar. Hozir esa oshpaz bratni otasi ekan. Qayoqdan ham oshpaz otasi ham bor ekan. Otasi ham oshpaz bo'lsa, onasi ham oshpaz, xotini oshpaz, o'zi oshpaz, kelajakda tug'iladigan bolalari ham oshpaz. Qachon yangilik qilarkin shular. Bular mendan oldin qanaqa tug'ilgan, uylangan-ku, u televizormi? Televizor bo'ladi ekan, telefon bo'lmaydi-ku. Kim tashab ketdi ekan buni ko'chada. Hammali keyin ko'raman. Hozir baliqlarni berib kelaman birinchi o'rinda. Tak, oshxona qayoqda edi? Kafe deb yozib qo'yilgan-u, lekin u yerda bir kafe ichib ko'rmadim. Kafe qilmaydi-ku u yoqda. Faqat ovqat pishirib sotadi, keyin oshxona degandek zo'r, lekin bu yerda oshpazlik degandek. Va alaykum assalom. Qani ana o'g'lingiz? O'g'limmi? Xotini bilan dam olishga harakat degandek. Yaxshi. Bo'pti, mana brat bo'ladimi? Bo'ladi. Rahmat senga ham. Bo'pti, arzimaydi, sog' bo'ling. Bo'pti. Tak, akalarni